Assalomu alaykum hammaga. YouTube kanalini ko'ruvchilar, xayrli kun. Mana zamiya ko'kos gulim juda ham yaxshi shoxlab uzun o'syapti. Shoxlari uzunlashgan edi. Men bunga lentishga baylab qo'ydim. Teglariga mana vitaminlik suv quyapman. Bu gulimiz suvni sal kamroq ichadi, shuning uchun uncha ko'p quymayman. Hozir kunning issig'ida bir haftada bir marta quyapman. Tegi qurg'ab ketmasligi uchun. Uyda nima vitamin bor bo'lsa, shu vitaminlarni, основной bananni, olmani, po'choqlarini, shularnikini ugitib, bir sutga qo'yib, shuni suvini quyapman. Mana o'sishlari juda ham yaxshi, bariklari ham yashil bo'lib, navesning tegida turibdi bu gullarimiz. Yonidan yangi shoxlari chiqib kelyapti pasidan. Mana shunday qilib sizlar ham yaxshilab suv quyib vaqtda qarasanglar, gullar uzun-uzun chiroyli o'sadi. Hammaga xayrli kun. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Like bosishni unutmanglar.